Tahajjud namozi haqida eshitganmisiz? Ko'plarning iltimosiga ko'ra bugun aynan tahajjud namozi haqida gaplashamiz. Namoz seriyasining 4-qismi. Tahajjud namozi qachon o'qiladi? Ulamolarning fikriga ko'ra eng afzal vaqt albatta kechaning oxirgi 3dan biri. Xufton namozini o'qib bo'lgach, uxlab olganingizdan keyin bomdod namoziga azon aytilguniga qadar o'qib olishingiz mumkin. Yana ba'zi ulamolar esa xufton namozidan keyin ham o'qish mumkinligini ta'kidlashgan. Nima uchun aynan tunning eng oxirgi qismi? Chunki aynan shu paytda Alloh taolo dunyo osmoniga tushadi. At-Termiziy hadisiga ko'ra Allohga eng yaqin bo'lgan vaqt kechaning oxirgi qismidir. Shuning uchun tahajjud namozi eng afzal nafl namozlardan biridir. Agar bilsangiz, Isro surasining 79-oyatida tahajjud namozi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga farz bo'lgan. Ya'ni ular 6 ta farz namozlarini ado etganlar. Kim duolari amalga oshishini astoydil istasa, albatta tahajjud namozini o'qishlari shart. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.